Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan birgalikda Python dasturlash tilida data type va variable mavzusini o'tamiz. Data type bu keladigan informatsiya datalarni type'larga, ma'lum bir tiplarga ajratish hisoblanadi. Pythonda asosiy data type'lar bu string. Bu oddiy kundalik gaplashayotgan gaplarimizda oddiy string. Ikkitali qo'shtirnoq ichida string yoki str Python dasturlash tilida str deb nomlanadi. Ko'pincha agar siz str ma'lumot tiplarini bittali qo'shtirnoq hosil olsangiz ham hisobga oladi. Buni ma'lumotni string ma'lumot turi deb qabul qiladi va bizda kundalik turmushda ishlatayotgan raqamlarimiz, butun sonlar yoki masalan natural sonlar, masalan 1, oddiy 2 yoki kattaroq sonlar 234 yoki 1000 shunga o'xshagan integer type hisoblanadi va bizning yana bitta turimiz float, butun sonlar 1.5 masalan 1.5 yoki 4.56 shunga o'xshash raqamlar float tipiga kiradi data type'ga. Masalan, keyingisi biza biror narsani so'raganimizda ha yoki yo'q, to'g'ri yoki yolg'on degan bu false yoki true. Bu boolean type'ga kiradi. Bu tipdagi ma'lumotlarimiz ikkita yoki 0 yoki 1 qiymatini ham olishi mumkin. Masalan, keling bu data type'larni birgalikda variable o'zgaruvchilarga yuklash bilan davom ettiramiz. Masalan, bizning kundalik turmushda aytayotgan chaqirayotgan nomlarimiz. Masalan, bittimizning nomi, laqabi. Masalan, Rex. U nima qiladi? Uni qobiliyati. Tez yuguradi. Va u masalan 4 oyoqda bo'ladi. Oyoqlar soni oyoq deb qo'yamiz va teng 4. 4 ta oyog'i bor. U kuniga 1.5 marta suv ichadi deymiz. Yarmidan kelib qochib ketib qoladi. Masalan, suv ichadi 1.5 marta. Keling endi buni birgalikda printda chiqarishni o'rganamiz. Print mana bu o'zgaruvchilarimiz. Laqabi Rex chiqdi, ko'rib turganingizdek va uning qobiliyatini chiqaramiz. Qobiliyat. Rex tez yuguradi. Masalan, oyoqlari desak, tez yuguradi oyoqi. Oyoq. Rex yuguradi 4. Suv ichadi 1.5. Suv. Bu ko'rib turganingizdek ketma-ketlik va qobiliyatni to'g'ri printda chiqara olmadik. Buni ishlatishning oson yo'li bor. Bunda biz printda f funksionidan foydalanamiz. Bu orqali biz o'zimiz istagan string ma'lumot yoki anolarni tiplarni istaganday ko'rinishda keltira olamiz. F laqabi. Buni oldin katta qavs belgisini ochamiz. Yozamiz. Ning laqabi Rex. Qobiliyati deymizda nima qila oladi deymiz. Nima qila oladi deymiz va
qo'shni qilishda katta qavs ichida qobiliyatini yozamiz. Keyin uning uning 4 ta oyog'i bor deymiz. Masalan, oyog'i bor. Keyin u ko'p suv ichadi deymiz. Suv ichadi deymiz. Ichadi. Suvni ham katta qavs ichida yozamiz va ko'rdingizmi, Tingiz laqabi va qiladigan qobiliyati, uning oyoqlari bor, ko'p suv ichadi. Ishlatib ko'ramiz. Itimning laqabi Rekis. Nima qila oladi? Tez yugura oladi. Uning qobiliyati 4 oyog'i bor, tez yuguradi. Ko'p suv ichadi, 1,5 marta. Ko'rib turganingizdek, string tipdagi ma'lumotlarimiz bitta qo'shtirnoq ichida olmasangiz ham bo'ladi. Ayrim hollarda bu konflikt keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, mevalar nomidan olgan bo'lsak, meva deymiz. O'rik degan maqolimiz ko'rib turganingizdek, bizda xatolik berib qoladi. O'rikda bittali qo'shig'ini olishimizni qiyinchilik tarafi bizda o'zbek tilidagi o yoki tutiq belgi shunga o'xshash belgilar kelganda xatolik chiqarishi mumkin. Bu xatolikdan qochsak bo'ladi. Masalan, o'rik, print. Shuni ko'rib turganingizdek, bittali qo'shig'ini ochda olganimizda slash chizig'idan foydalanamiz. Keling, dasturimizni yanada takomillashtiramiz. Print. O'zingiz ko'rganingizdek, qobiliyati, oyog'i suv ichadi. Endi masalan, boshqa hayvonni ham kiritamiz. Mushuk deymiz. Miyav deb nom beramiz. U tez sakrab chiqa oladi baland joyga. Uni nima qilamiz? Qobiliyati sakray oladi. Endi print bilan mushukni chiqaramiz. Qobiliyati. Qarang, itimning laqabi Rex nima qila oladi? Tez yugura oladi. Uning 4 oyog'i bor, suv ham ichadi. Qobiliyati sakray oladi. Agar biz bir xil tipdagi nomlar bersak o'zgaruvchilarga, bu oxirgi kelgan nomni Python oladi, eski nomni o'chirib tashlaydi. Agar biz alohida nom bersak, masalan, Pythonda nom berishga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. U lower case'da beriladi va keyingi bergan agar birorta nom bermoqchi bo'lganimizda uzunroq ikkita nomni birlashtirib berish mumkin bo'lishi mumkin. Masalan, meva daraxtda yoki daraxtdagi mevalarni daraxtda deymiz. Yoki uzilgan bo'lishi mumkin. Daraxtda. Yaxshi, o'rik deymiz. Olma deylik. Olma.
Ikkita nomni birlashtirish uchun oddiy bitta takchizordan foydalanishimiz mumkin. Endi mushugimiz olma yeydi deymiz. F string ochamiz. F string ochamiz. Keyin qo'shtirnoq katta xavf belgisini ochamiz. Mushuk. Mushuk. Yeydi. Meva. Daraxtda. Mushuk yeydi daraxtda. Xatolik berdi. Bunda biz oxirida xavf belgisini qo'yishni unutdik. Xatoni o'rganishda ham syntaxis error ko'rganingizdek class was not never classed. Yopishda xavf belgisini unutdingiz deyapti. To'g'rilaymiz. Jumla xabari X nima qiladi? Tez yugura oladi. Uni to'rtta oyog'i bor. Suv ichadi. Miyov sakray oladi. Miyov yeydi olma. Miyov olma yeydi. Bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.